Bir kun kelib, shu holatga tushishimizni bilardim. Bu kunni biz ancha kutgandik. Hammasi o'shanda boshlangan. Da partigiano, tu mi devi seppellire. Alo. Alo Farruh, tashqarida kutib turibmiz, bo'laqa tezroq chiqsang-chi. Bo'ldi, hozir tushaman. Davay, tezlash. Bo'pti. Alo, assalomu alaykum. Ertasi yo'q bu yo'llar. Ertasi yo'q bu mahalla. Bir hafta daqiqa beraman aka. Alo. Ertasi yo'q bu bollani. Qalaysan, Roma? Qalaysan, Farruh? Oying yaxshi bo'lib qoldilarmi? Ha, yaxshilar, rahmat. Yur, seryozni gap bor. Ha, momo, namuncha kech qolding? Gapni ko'paytirma. Yur, seryozni masala bor. Tushlaring. Hop. Ha, nima gaping bor? Shunaqa qilib, hammamizni problemalarimizni yechish yo'lini topdim. Qanaqa qilib? Qo'ysang-chi. Rostdan. Faqat yaxshi ish emas. Davay bosamiz desalaring aytaman. Biz ham toza bola emasmiz. Tezroq gapir. San akademiyada shunaqa narsalar o'rgatishadimi? Mana o'sha yerda o'qib chiqsam bo'lar ekan. Bo'pti, ichki ishlaring keyin hal qilasanlar. Gapirsin bola bechora. Xullas, bu majnudomni ko'rganmisanlar? Qaysi? Qog'oz bino bor-ku. Ha, ko'rganmiz. Xuddi o'shanga o'xshash ish qilamiz. Nima? Bank o'g'irlikka tushamizmi? Yo'q. Lekin stil shunaqa bo'ladi. Odamlar bizani ko'rib, nimaga bu ishni biz oldinroq qilmadik deb o'ylab qolishadi. Ko'p kino ko'rib olibsan menimcha, professor Nimble. Hali rejani eshitmasdan bunaqa fikrga kelmalaring. Bo'pti, gapirchi. Xullas biza magazinlarni o'rganamiz. Birinchi bosqichda o'zimizga kerakli bo'lgan do'konlarni topib olishimiz kerak. Qanaqa do'kon ular? To'g'ri savol. Eng muhim joyi shu yerda. Shu joyga e'tiborli bo'ling. Hammani o'z vazifasi bo'ladi. Do'konlarni tanlashimizda shu vazifalar bizga yordam beradi. Masalan, Roma do'konga kirib, arzonga nimadir sotib oladi. Keyin kartadan to'lov qilsa bo'ladimi, yo'qmi so'rab ko'radi. Ha, bo'ladi deysa, to'lov qilib ko'radi. Agar o'sha odamga birdan o'sha yer o'zida SMS keladigan bo'lsa, demak, bu magazinda rejamiz o'xshamaydi. Agar SMS kelmaydigan bo'lsa, demak, bu magazin bizani o'lja bo'ladi. Qanaqa qilib? Davomini eshitib tursang aytadi. Gapir, jigar. Birinchi bosqichda o'zimizga kerakli bo'lgan SMS kelmaydigan do'konlar ro'yxatini tuzib olishimiz kerak. Endi navbat ikkinchi bosqichga.